Mana, jiyan, kelinimizni qabul qilib ol. Bo'lishi mumkin emas nimalar deyapsizlar. Hech narsaga tushunmayapman. Men Zarina bilan yolg'iz gaplashib, o'zim hammasini tushuntiraman. Nimani gaplashaman? Siz kimsiz o'zi? Yaxshi qiz. Pulingiz tushib qoldi. Yolg'oningiz o'xshamadi. Chunki yonimda naqd pulim yo'q edi. To'xtang. Shoshmang. Demak, shifokorlar sizni pullaringizni olishmagan. Baxtga qarshi shunaqa. Siz bilan shunchaki do'st sifatida gaplashganman. Uni hayotiga qanchalar tez kirib kelgan bo'lsam, shunchalar tez chiqib ketdim. Sen qiz meni gapga qoldirib o'ldirmoqchimisan? Meni naslimda qoni buzuq bo'lmagan. Qizing bugundan boshlab ostona xatlab ko'chaga chiqsa, oyog'ini o'zim urib sindiraman. Men rostana mortga qaytgan. Seni sevgingni qozongim kelyapti. Endi buni sirayam iloji yo'q.